alaykum. Hurmatli. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Biz Bo'ka tumanidagi Abdurahmonov ferma xo'jaligi rahbari Abdullayev Abduhakim bo'laman. Bizning ferma xo'jaligimizda 100 gektar ekin maydonimiz bor. Bundan 50 gektar g'alla, 50 gektar paxta. 2026 hosil uchun g'allani Alekseyevich navini bu yil Superliga navini ekkanmiz. Hozirgi kunda g'allalarimiz tayyor, o'rishga tayyor bo'lgan holda turibdi. Biz bu g'alla maydonimizdan xudo xolasa bir 80-90 sentner hosillarni tutib turibmiz. Shunga yarasha biz yil davom yozda o'sha g'allani yetishtirish davrida mavsumda shunga yarasha ishlovlarni qildik, ozuqalarni berdik, mineral o'g'itlarni berdik, mahalliy o'g'itlarni berdik. Shuna qilib mana shu hozirgi kunda ko'rinishi chiroyli, yaxshigina hosil chiqsa kerak deb o'zimiz yetib turibmiz. Rejalarimiz ko'p. Xudo xolasa davlat oldimizdagi davlat rejalarini ortiq bilan bajaramiz. Xudo xolasa shunga yarasha g'allamiz yetishtirganmiz. Bor hosilimiz nasib etsa ikkinchi navbatda keyin mana paxtalarda Sinjon usulida paxta ekkanmiz 50 gektarga. Hozirgi kunda o'sha sug'orish ishlarini olib boryapmiz. O'g'itlar bilan gektariga 50 kilodan hozir mineral o'g'itni beryapmiz. Nasib bo'lsa yana bundan ham xudo xolasa yaxshi hosil olamiz degan umiddaman.